Assalomu alaykum. Bugun bizlar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga yetib keldik. Bu yer bug'doy qabul qilish maskani hisoblanib, bizdan servis xizmatimiz kerak bo'lganligi tufayli bugun bizlar Toshkent viloyatidan yetib keldik. Bugungi ishimiz bitdi. Mana ro'shanimiz chiqib ketyaptilar. Keyingi manzilga yo'l oldik. Oq yo'l. Sog' bo'linglar. Taroz topshirdik. Tarozda 0 ishlayapti. Hozir esa tarozni egasidan so'z olamiz. Keling. Avaz aka, mana bugun biz sizga tarozni topshirdik. Servisini ko'rsatib berdik. Ish jarayonida yoqdimi? To'g'ri keldimi? Jarayonlar zo'r. Ancha ko'ngildagi chiqdi. Ikkita tarozimiz bor edi. Ikkita tarozini proverka qilib, yaxshi ko'rib berildi. 0 bo'ldi. Datchiklarning hammasi qo'yildi. 500 kilodan alohida toshlarni qo'yildi. Xudo xolos biz kutgandan ham a'lo darajada bo'ldi. Minnatdor bo'lsa xizmatingizga. Hozirga ham savolim bor. O'tgan yili necha tonna bug'doy qabul qildingiz? O'tgan yili 42 ming tonna bug'doy qabul qildik. 42 ming tonna. 42 ming tonna bug'doy qabul qildik. Shu tarozi bilan qabul qilib, shu tarozi bilan chiqazdik. Sizlarning kompaniya asosida kelib proverka qilib berilgan, sertifikatlar berilgan. O'sha bo'yicha chiqazdik. Xudo xolasa, boshqa tuman, viloyat hech qanaqa farqi bo'lgani yo'q. Hamma mamnun, tarozdan xursand. Biz ham xursand. Rahmat, Avaz aka. Sog' bo'ling.